İkinci bab. Burun İsrail xalqi ichida soxta payg'ambarlar bo'g'nidek, sizlarning orangladimi soxta ta'lim berguvchilar maydonga chiqdi. Ular odamlarni halok qiladigan soxta ta'limlarni oranglarga yoshurun kirgizdi. Ular hatto o'zlarining gunohlarining badilini to'lab, jinini qurbon qilgan Rabbni rad qildi. Buning bilan ular tezla o'z beshiga halokat keltirdi. Nurg'un kishilar ularning sharmandaligiga ergishib ketdi. Bu soxta ta'lim berguvchilar sababidan Ayso Masih va uning haqiqat yo'li haqoratga uchraydi. Ular oshko'z bo'g'ashqa, o'ydirma so'zlar bilan mol-mulkinglarni talon-taroj qiladi. Xudoning ularga beradigan jazosi burundan tayyordir. Ularning halokati bo'lsa, kechiktirilmaydi. Xudo gunoh sodir qilgan farishtalarni ayab qo'ymadi. Balki ularni do'zaxga tashlab, ularni so'roqqa tortguncha qorong'u o'nkirlarda solab qo'ydi. Xudo qadimki zamonlarda yashagan kishilarni ayab qo'ymadi. Ular gunohga berilgan bo'g'ashqa Xudo dunyoni kalkun bilan g'arq qilib, ularni jazoladi. Xudo faqat shu zamondagi kishilarni haqqoniylik yo'liga minishga da'vat qilgan Nuh payg'ambar va uning oilasidagi 7 kishini saqlab qoldi. Xudo keyin yana Sodom va Gomorra shahridagi kishilarni jazolab, ularning shaharlarini ko'ydirib, kul qilibdi. Xudo mushundaq qilish orqali gunoh yo'lda manganlarning qandoq jazolarga uchraydiganligi to'g'risida keyingi avlodlarga ibrat berdi. Lekin Xudo bu ikki shahardagi kishilarni jazolash bilan bir vaqtda ularning shahvoniliklaridan yirgangan ham to'g'ri yo'lda mangan Lutni qutqizgan edi. Aşundaq kishilarning ichida yashagan bu durust odamning qalbi anglagan va ko'rgan razil ishlar tufaylidan har kuni azoblanadi. Shuningdan ko'rib olaymizki, Xudo to'g'ri yo'lda manganlarni, ular duch kelgan sinoqlardan qandoq qutqizilganligini biladi. Shuningdek, Xudo so'roq kunigacha gunoh yo'lda manganlarni jazolashni, qandoq davomlashtirishni, bo'libmi chirik havaslarga berilgan va Xudoning huquqiga sal qaragan hiliqi soxta ta'lim berguvchilarni qandoq jazolashni biladi. Ular o'zini cho'ng tutib, mag'rurlarcha ish qiladi. Ham arishdagi ulug'larga haqorat qilishdan qo'rqmaydi. Hatto kuch-qudratda bu soxta ta'lim berguvchilardan hasilab ustun bo'lgan farishtalarmi Xudoning oldida arishdagi bu ulug'larga tuhmat chaplab, ularni ayblamaydi. Lekin bu soxta ta'lim berguvchilar o'zlari tushunmaydigan ishlar ustida xohlagancha kupurlik qiladi. Bu kishilar xuddi ovlanib, bo'g'izlanish uchun tug'ilgan yovvoyi hayvonotlardek aqlsiz keladi. Hamda bu yovvoyi hayvonotlarga o'xshash halok qilinadi. Bu kishilar boshqalarga qilgan nohaqchiligiga tushliq jazoga uchraydi. Ular hatto kunduzi ochiq oshkora holda aysh ishrat qilishni lazzat deb hisoblaydi. Bu kishilar sizlar bilan bir dasturxonda o'tirganda sizlarni oldiganligidan zo'qlanadi hamda sizlarga nomus va dog' keltiradi. Ularning qalbi zinaxo'rlik havasini bilan to'lgan bo'lib, to'xtamasdan gunoh sodir qilib turadi va e'tiqodda ojiz kishilarni ozdiradi. Ularning qalbi oshko'zlikka ko'nib ketgan bo'lib, ular Xudoning la'natiga ketganlardir. Ular Beorning o'g'li Bilamning yo'liga minib, to'g'ri yo'ldan chatnab ketdi. Bilam pulparast bo'lg'ashqa yomonlik qildi. Uning qilgan gunohlari tufaylidan
Xudo uni aybladi. Xudo uning eshigini zuvonga keltirib, bu payg'ambarning qilmoqchi bo'lgan ahmoqlarcha ishini to'sidi. Bu soxta ta'lim berguvchilar qurib ketgan buloqlarga va guldiri bor yomg'ir yo'q bulutlarga o'xshaydi. Xudo ularga qop-qorong'ulikda joy hozirlab qo'ydi. Chunki ular yolg'on yovdoq so'zlar bilan maqtinib, o'zini xato yo'ldan yengila tatqonlarning shahvoniy havasini qo'zitish bilan ularni ozdirdi. Ular ozdirganlarga sizlar bizga o'xshash mushunda qilsanglar, haqiqiy erkin bo'lsizlar deb va'da qiladi. Lekin ular amaliyotda chiriklikning qullaridir. Chunki odam nemi tarafidan bo'ysundirilgan bo'lsa, shuning quli bo'ladi. Agar biri Rabbimiz bo'lgan qutqizuvchi Ayso Masihni tonish orqali bu dunyoning nopokliklaridan qutulib, keyin shundaq nopok ishlarga yana qayta kirishib kelib, shu nopokliklarning quli bo'lib qolsa, uning keyingi holi dastlabkisidanmi yomon bo'ladi. Chunki haqqoniylik yo'lini bilib turib, o'ziga yetkazilgan muqaddas amrdan yuz o'rgandan ko'ra, bu yo'lni zodila bilmagan yaxshi. Uning yomon yo'lga qaytqini dal hikmatlik so'zlarda aytilganiga o'xshaydi. Ish oylanib, o'z qusug'ini yer va yana cho'shqa yuyunib chiqibla patqaqda eg'inar.